Chala tikuvchi paytimda har doim mana shu yengni tikib kiyish orzuyim bo'lgan. Uni bichimini men hamisha mana bunaqa ko'rinishda olib kelganman. Lekin bilasizmi, bu juda ham noto'g'ri ekanligini o'qib malaka oshirganimda tushunib yetganman. Sababi biz to'kilib turish haqqini proymani yoniga beradigan bo'lsak, bu berilgan haq har doim berilgan joyida qotib qoladi. Bugun sizlarga uni to'g'ri bichib tikishni o'rgataman. Buning uchun qizlar mijozingizni yeng qolipini chiqarasiz. O'rtadan bitta chiziq va har chekkadan yana ikkitadan chiziq tortasiz. So'ng buni kesasiz. Buni kesgan paytingizda oxirigacha kesib ochmaysiz, ozgina joy qolishi kerak, чтобы erkin harakat qilishi uchun. Kesgan qog'ozimizni doira shaklida matoga ochiq holatda joylashtiramiz va uni kesib olamiz. Mana bu qismlar burchak bo'lishiga qaramasdan, siz bu yerlarni plavniy dumaloq shaklda qilib hosil qilasiz va buni ham kesasiz. Mana natijamiz. Tikuvchilikka doir qiymatli, aniq bilimlarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, profilimizga obuna bo'ling.